Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli fizika ixlosmandlari. 23-mavzu quvvat, foydali ish va koeffitsient haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, birinchi misolimiz aytilyapti. 1 kilovat quvvatga ega dvigatel 360 kJ ish bajarish uchun qancha vaqt ketadi? Xo'p, quvvatda o'zi nimaga aytiladi? Quvvatda vaqt birligi ichida bajarilgan ishga aytiladi. Demak, N teng A taqsim T formuladan T topadigan bo'lsak, A taqsim N kelib chiqadi. 360 10 darajasi 3 ni 1/10 10 darajasi 3 ga bo'ladigan bo'lsa 2 sekund vaqt ketar ekan. Xo'p, ikkinchisi aytilyapti. 6 kilovat quvvatga ega mexanizmning yarim minutda bajargan ishini aniqlaydi. Endi kilovat degani uchun 10 darajasi 3 bir vattga aylantirib oldik. Yarim minutimiz, ya'ni 30 sekund bo'ldi. Bu yerdan bajarilgan ishimizni topadigan bo'lsak, A teng N ko'paytirilgan T. Shunda 180 kJ ish bajariladi ekan. Xo'p, uchinchi savol. Odam 6 metr chuqurlikdagi quduqdan suv bilan birgalikda massasi 5 kg bo'lgan chelakni 4 sekund davomida doimiy tezlik bilan ko'tardi. Odamning quvvatini aniqlang. Xo'p, demak, bu yerda bajarilgan ish mgh, ya'ni suvni, ya'ni chelakni h balandlikka ko'tarib oldi. Shunda mgh ish bajarildi. Bu ish t vaqt ichida bajarildi. Ya'ni shu quvvat bo'ladi. Ya'ni bunda 75 vatt bo'ladi ekan. Bizda to'rtinchida grafik beriladi. Grafikdan foydalangan holatda quvvatni toping. Endi mana bu burchak alfa, ya'ni tangensiyani hisoblaydigan bo'lsak, quvvatga teng bo'ladi. Ya'ni A ni vaqtga nisbati n teng A taqsim T formula. Demak, har ikkala holat mana bu 10 ni 2 ga nisbatlasak ham bo'ladi, 20 ni 4 ga nisbatlasak ham bir xil javob chiqaradi. Hop, 5-chisida aytilyapti. Dvigatelning foydali quvvat 4 kilovat. Doimiy tezligi bilan 2 minutda 30 metr balandlikka ko'tardi. Yukning massasi qanaqa bo'lishi mumkin? Demak, kranni dvigatelni bajargan ishi N T. Bu dvigatel yordamida M massali yuk h balandlikka ko'tarib, potensial energiyasi o'zgartirildi. Demak, N T mgh bo'lyapti. Demak, bu yerda M topadigan bo'lsa, N T taqsim gh bo'ldi va 1,6 10 darajasi 3 kg yoki 1,6 tonna yukni ko'tarilishi mumkin ekan. Hop, 6-savol. Gorizontal sirtda 2 tonna massali jismga gorizontal yo'nalishda o'zgarmish kuch ta'sir qilmoqda. Jism va sirt orasidagi ish qaranish koeffitsiyenti 0,4 ga teng. Jism 36 km/soat tezligi bilan tekis harakat qilayotgan bo'lsa, kuch quvvati qanday bo'ladi? Xo'p, ya'ni quvvat formulasi quyidagicha N teng F ko'paytirilgan v. Agar jism o'zgarmas tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, quvvat, demak, bo'ladi. Endi F torniga biz ishqalanish koeffitsiyenti orqali ishqalanish kuchini yozib oldik. Mu mg ko'paytirilgan v. Buni hisobladik. Demak, 80 kilovat quvvat kelib chiqyapti. 7-sida aytilyapti, vatt ko'paytirilgan sekund taqsim minut qaysi kattalikda birligini ifodalaydi? Ya'ni bu newtonni ifodalaydi. Ya'ni newton bu kuchni birligi. Ajoyib bo'ldi. 8-savolda aytilgan ekan, quyidagilardan qaysi biri mexanik ishga teng bo'lmaydi? Deyilgan yoki energiyani ifodalamaydi. Ya'ni quvvatni yo'lga ko'paytirsak, bu energiyani ifodalamaydi. Demak, javoblar ichida xatosi Y javobi ekan. Hop, 9-savolimizda quyidagi grafikdan foydalanib bajarilgan ishni hisoblang. Demak, NT grafikda berilgan sohaning yuzini hisoblaydigan bo'lsak, bajarilgan ishni topgan bo'lamiz. 10-savolimiz ham xuddi shu tartibda. Hop, 11-savolga keladigan bo'lsak, 5 metr taqsim sekund tezlik bilan aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan sharchaga 12 newton markazga intilma kuch ta'sir qilmoqda. Markazga intilma kuchning quvvatini aniqlang. Xo'p, endi markazga intilma kuch ish bajarmaydi. Ya'ni u markazga intilma kuchi ish bajarmaydi. Demak, ish bajarmagandan keyin uni quvvati o'z-o'zidan 0 ga teng bo'ladi deyishimiz mumkin. Xo'p, 12-misol. Foydali ish koeffitsiyenti 60% ga teng bo'lgan ko'char blok yordamida 24 kg jismni ko'tarish uchun arqonning erkin uchidan qanday kuch bilan tortish kerak? Mana bu ko'char blok. Ko'char blokga 24 kg yuk osgan, uni og'irlik kuchi 240 newton bo'ladi-da. Endi ko'char blok degan kuchdan biz o'zimiz har doim ishlatadik, 2 marta yutuq beradi bo'lganimizda. Endi bunda foydali ish koeffitsiyenti boshqacharoq. Endi qarang. Bunda foydali ish koeffitsiyenti foydali ishni butun ishga nisbatiga aytiladi. Endi bunda foydali ish qanday aniqlaymiz? Foydalisi mana bu yukni qandaydir balandlikka ko'tarilgani bo'ladi. Demak, mana bu yukni qandaydir balandlikka ko'tardik. Mg og'irlikdagini ko'tardik.
Endi bu uchun mana bu raqamga f kuch qo'ysak, bu raqamdan f kuch hosil bo'ladi. Demak, bizning umumiy kuchimiz nima bo'ladi shunda? 2f bo'ladi. Shundan foydalangan holatda buni hisoblab f topdik. Demak, 240 taqsim 120 ko'paytirilgan 100%. Shunda f qiymati 200 newton bo'ladi. Xo'p, 13-savol. Kran dvigatelning quvvati m ga fiki k ga teng. Kran massasi m bo'lgan yukni qanday doimiy tezlik bilan ko'tarishi mumkin bo'ladi? Ya'ni n teng f v formuladan foydalandik. Demak, f teng f v taqsim n formulasini yozib olyapti. Ya'ni foydali ishni butun ishga nisbati yoki foydali quvvati butun quvvatga nisbati. Demak, bu yerda f dan o'rniga k, og'irlik kuchini qo'yib oldik. F o'rniga ko'paytirilgan v taqsim n. Bu yerdan demak tezlik topdik. Kn taqsim 100 mg degan qiymat kelib chiqdi. Bu dejotda berilgan ekan. Hop, 14-chi. Massasi 6 kg bo'lgan yuk biror balandlikka ko'chmas blok yordamida ko'tarildi. Agar ip va blok orasidagi ishqalanish kuchi 15 newton bo'lsa, blokni fikini aniqlaydi. Xo'p, bunda ham demak foydali ishni butun ishga nisbatladik. Ya'ni foydalisi yukni ma'lum bir balandlikka nima qilgani ko'tarilgani bo'ladi. Butuni esa biz nima qilamiz? Yukni faqatgina ko'tarmayapmiz-da, blokdagi ishqalanish kuchini ham yengish uchun biz qandaydir energiya sarflayapmiz. O'shani butunni oryapmiz. Demak, aytdan topadigan bo'lsak, mg 60 ni 60 + 15 ya'ni 75 ga nisbat. Bunda fikr demak 80% ko'chmas blokdan foydalanganimiz edi.